Demak, bugungi og'riqli mavzulardan bittasi Afg'oniston haqida gaplashamiz. Afg'onistondagi vaziyat to'g'risida gaplashamiz. Afg'onistondagi holat juda ko'pchilik bizni vatandoshlarimizga xavotir uyg'otgani bor voqelik. Buni inkor etib bo'lmaydi. Chunki biz ostonamizda, bizga chegaradosh bo'lgan bir mamlakatda tamoman hukumatning o'zgarishi va terroristik tashkilot deb nomlangan Tolibon harakatini hokimiyatni egallashi albatta hammani tashvishga soladigan narsa. Bu voqealar fonida kuzatganimiz bir narsa sodir bo'lyapti, bir nechta narsalar, ya'niki sun'iy ravishda xalqda xavotir uyg'otish, xalqda davlat kuchiga nisbatan shubhada bo'lish, endi nima bo'ladi, toliblar bizga hujum qiladimi, vahimalar ko'payayotgani kuzatilyapti. Ikkinchi bitta narsa, O'zbekiston Respublikasi tashabbusi bilan Afg'on masalasiga yangi formatda yondashilgan qilingan ishlarni yo'qqa chiqarishga va ular noto'g'ri ishlar deb aytishga harakatlar kuchayapti. Uchinchi bitta harakatni kuzatyapmizki, Afg'onistondagi hozirgi mana shu hokimiyatga kelgan Tolibon vakillarini biz qabul qilganimiz davlat o'laroq ular bilan muzokara olib borilganini xato sifatida talqin etishga harakat qilishyapti. Albatta tamomila xavfdan yiroq emasmiz. Buni bir nechta xavf omillari bor. Bu narsaga ham to'xtalib o'tamiz. Mana shu savollarga, mana shu holatlarga ozgina izoh berib ketishdi o'zimiz uchun lozim deb topdik. Birinchidan Tolibonni Afg'oniston hukumatini yangi amirlik tashkil qilmoqchi bo'layotgan Tolibonni O'zbekistonga hujum qilishga shaylanishi yoki harakat qilishi bu bo'lmagan narsa. Bo'lmagan xavf. Hozircha albatta buni vaqt ko'rsatadi. Chunki Tolibonning sen bitta narsani unutmaslik kerak, albatta guruh jangarilari bordir, lekin uni qarshisida O'zbekiston davlat kuchli harbiy salohiyatga ega bir davlatmiz. Chegaralarimiz qo'riqlanmoqda. Afg'onistondan vertolyotlar bilan uchib o'tgani, samolyot uchib o'tgani ko'pchilik mana chegaramiz ochiq ekan deb talqin qilishga harakat qilishdi. Bunaqa emas, o'sha Afg'oniston vertolyotlari nimaga urib tushirilmadi. Endi hamma qochayotganini ko'rib turibmiz, bu birinchidan. Ikkinchidan, ular majburiy ravishda o'sha qayerga to'g'ri kelsa o'sha yerga qo'ndirildi. Majburlab qo'ndirildi. Ya'ni davlat beyiga qolgani yo'q, chegara beyiga qolgani yo'q. Keyingi masala Tolibon bilan muzokaralar boshlangandi. Afg'oniston bilan bog'liq ambitsiozni loyihalar, temir yo'l loyihasi, boshqa narsalar bo'lgan edi. Va bugun aksariyat haligi ekspertlar bu narsani go'yoki faqat prezident imijini ko'tarish uchun yoki davlatning imijini, tashqi bir imijini yaxshilash uchun qilingan foydasiz loyihalar edi degan bir baho berishga harakat qilishyapti. Aslida unaqa emas. Aslida bu haqiqatga zid narsa. Nima sababdan? Birinchidan, Afg'oniston orqali Hind okeaniga chiqish, Afg'onistonda temir yo'l qurish O'zbekiston uchun iqtisodiy o'sishida juda katta rol o'ynaydi, foydali loyiha. Va ayni damda avvalgi afg'on hukumati bilan kelishuvlar barobarida Tolibonlar bilan muzokara olib borilishining o'zi, bu loyihalarni ilgari surgan vaqtda olib borilishining o'zi, men aminmanki bu loyihalar masalan o'sha faqat afg'on hukumati bilan emas, hatto bu loyihalar o'sha Tolibonlar bilan ham muhokama qilingan. Va bugun bu loyihalar chippakka chiqdi, yo'qqa chiqdi degani emas. Hech qachon unutmang. Afg'onistonda temir yo'l qurilishi, bizning loyihalarimizni amalga oshirishi afg'on hukumatiga qanchalik kerak bo'lgan bo'lsa, Tolibon uchun, ya'ni davlatni egallayman, davlat quraman, amirlik quraman degan Tolibon uchun suv va havodek zarur. Hozir vaqt o'tishi bilan albatta bu ko'rsatiladi, ya'ni davlatda agar davlat sifatida, amirlik sifatida saqlab qola olsa, ya'ni davlat bo'lsa, birinchi qiladigan ishlardan bittasi mana shu loyihani tezroq amalga oshirishga harakat qilishadi.
va kerakli jamiki o'sha imkoniyatlarni shunga safarbar qilishadi. Uchinchisi, o'sha aytganimiz bizni Tolibonlar bilan muzokara olib borishimiz. Ya'ni Tolibon xalqaro terroristik tashkilot deb tan olingan. Ammo biz muzokara olib bordik va g'arb davlatlaridagi ekspertlar buni hali sekingina bu aybni bizni bo'ynimizga qo'yib qo'yishmoqchi bo'lyapti-ku, go'yoki faqat biz muzokara olib borganmiz. Assalomu alaykum. Birinchidan Tolibon bilan ilk muzokaralarda, ya'ni o'tirib gaplashish taklifi AQShdan chiqqan edi. Va qo'llab-quvvatlangan edi o'zining koalitsiyasi doirasida. Rossiya ham ko'rishib muzokaralar olib borgan edi. Bizning maqsadimiz terroristik. Biz milliy manfaatlarimizdan kelib chiqqan holda oldindan Tolibon bilan muzokara olib borganimiz to'g'ri ekanligi so'nggi mana shu vaziyatlar isbotlaydi to'g'ri ekanligi. Nima uchun? Chunki biz agar oldindan hozir kelishmaganimizda, boshqa qilmaganimizda biz o'zimizni sarhadlarimizni asrash, mana shu hududda milliy manfaatlarimizni himoya qilish uchun hozir biz Tolibon bilan dushman bo'lib turardik. Tushundingizmi? Biz oldindan kelishuvlarimiz uchun bizning milliy manfaatlarimiz, faqat mamlakat ichidagi emas, mamlakat tashqarisidagi milliy manfaatlarimizni bugun amalga oshirish uchun Tolibon bilan muzokaralar olib borilganligi to'ppa-to'g'ri edi. Chunki AQSh olib bordi, Rossiya olib bordi, boshqa davlatlar olib bordi, Xitoy olib bordi muzokaralarni. Nima sababdan? Chunki u real kuch ekanligi va shunday ehtimol borligi mumkin edi. Mana Ashraf G'ani hukumati agar juda bir kuchli siyosatga ega bo'lgan edi, siyosiy ta'siri boshqasi, haligi bir kuchli bir lider bo'lganida buni aytish mumkin edi, haligi Tolibon bilan muzokara qilmasligi mumkin edi. Ammo har bir davlat qaraydi liderni kuchiga. Ashraf G'anini faqat aybni birovga to'nkash shu endi kechirasiz, endi hamma joyga oshkor bo'ldi. Soqa qilishdan o'sha qilib samolyot vertolyotiga sig'may qolgan pullarni aeroportda qoldirib ketdi, boshqa qildi. Faqat pul qilishdan boshqa dardi yo'q ekanligini jahon siyosiy arboblari yaxshi bilishar edi, jahon siyosiy liderlari yaxshi bilishar edi. O'shanga ishonch bo'lmagani uchun ham ikkinchi taraf bilan ham muzokara qilishga majbur edi. Va biz to'g'ri qilganmiz muzokara olib borib. Chunki har qanday muammo avvalo diplomatik yo'l bilan hal bo'lishga harakat qilish kerak. Va O'zbekiston o'zini har bir askarini bir tomchi qoni bo'lsa ham to'kilishini istamaydi. Fuqarosi tugul askarini qoni to'kilishini istamaydi. Va tabiiyki u uchun muzokara olib borishi kerak. Va bu eng to'g'ri yo'llardan bittasi edi va shu narsa, ya'ni bugungi holatimiz, bugungi o'sha Tolibonlarni bo'yniga olayotgan majburiyatlari, ya'ni bizni sarhadlarimizga hujum qilmaslik, boshqa narsalar, bularda hammasi o'sha muzokaralarning mahsuli xolos. Ya'ni bu ham to'g'ri ekanligini ko'rsatadi. O'sha muzokaralar olib borilganini va ana shu loyihalar, aytib o'tganimiz loyihalar, ambitsioz loyihalar, juda katta loyihalar. Va bu faqatgina Ashraf G'ani hukumati ketgandan keyin yo'qqa chiqqan yoki shunday PR bir imij loyiha emasligi aniq. Va men aminman, Tolibon agar amirlik quradimi, umuman davlatni ushlab turadigan bo'lsa Afg'onistonda eng birinchi bo'lib amalga oshishini istaydigan va yopishib oladigan loyihalari biz O'zbekiston tashabbusi bilan chiqarilgan loyihalar bo'ladi. Ya'ni iqtisodiy manfaatlarga ular uchun ham manfaatli, biz uchun ham manfaatli. Ya'ni Tolibon harakati uchungina emas, Afg'oniston xalqi uchun manfaatli. Va agar Tolibon bugun o'sha aytayotgani o'z da'volarida mustahkam bo'lsa, va'dalarida mustahkam turadigan bo'lsa, albatta bu loyihalar kutilganidan-da tezroq amalga oshib ketadi. Ammo risk yo'q emas. Bu risklar hozirgi vaziyatda nima bilan bog'liq? Birinchidan bitta narsani unutmaylik. Tolibon o'sha 20 yil avvalgi vahshiyliklari, ayollarga, insonlarga, xalqqa nisbatan vahshiyliklari hech kim unutib qo'ygani yo'q. Ya'ni bugun ikkinchi sutka bo'lyapti, hukumatni egallaganiga. Bugun 2 kungina o'zidan demokrat yasashi yoki adolat bir peshvosi yasashi uni 20 yillik tarixi, undan uzoqroq tarixini yo'qqa chiqarib qo'ymaydi. Tushunasizmi? Undan tamomila masalan yaxshi bir tashkilot deb tan oldirib qo'ymaydi. Mana hozir Kanada,
Angliya tan olmayapti. Amirlikni davlat sifatida tan olmayapti. Tan olganlar ham bo'lyapti. Mana birinchi tan olganlardan bittasi Saudiya Arabistoni. Afg'on amirligini tan oldi, lekin nima qildi? Eng birinchi bo'lib elchixonasini bo'shatib olib chiqib ketib qoldi. Ya'ni tan olgan bo'lsa diplomatik korpus qolishi kerak edi. Vaholanki hatto bizning diplomatik korpuslarimiz, konsulxonalarimiz, elchixonamiz ishlab turibdi. Hech qayerga qochib ketayotgani yo'q. Ya'ni biz konstruktiv muloqotga tayyor ekanligimizni ko'rsatyapmiz. Endi Afg'onistonda Tolibon bilan bog'liq xavflar nimadan iborat? Ya'ni bizni o'ylantiradigan xavflar. Birinchisi, Afg'oniston bilasiz, xuddi hali ruslarda kartochniy domik deydi. Xuddi kartalardan tuzilgan uydek darrov quladi Afg'oniston. Tolibon bir oy ichida oldi qo'ydi. Va tabiiyki analitiklar, maxsus xizmat, razvedka xizmatlari o'sha bayonotlar bilan chiqishyapti, qo'llardagi mavjud bayonotlar bilan. Tolibon o'sha bundan oldin 6 oy davomida armiya bilan, mahalliy hokimiyatlar bilan, boshqalar bilan muzokara olib borib, ularga juda katta pul berib, pora evaziga taslim va juda tez qabul qildi. Haqiqatan bunday o'ylasangiz, deyarli jang qilmasdan butun Afg'onistonni egallab olishdi, taslim qilishdi. Nimani evaziga? O'sha porani evaziga. Biz uchun endi o'ylantiradigan narsa shu. O'sha 5 milliard ketganmi, 6 milliard ketganmi dollarda. Bu pulni Tolibonga kim berdi? Buni moliyachisi kim? Ya'ni ularni siyosiy sahnaga kelishini moliyalashtirgan kim? Va ular nima istaydi? Bu birinchisi. Ikkinchi savol. Tolibon faqatgina Tolibondan iborat emas. Tolibon o'sha bir necha 10 kerak bo'lsa mayda yuzlab guruhlarda birlashgan holi. Va hozir shunday qilib harakat qilyapti. Endi savol shundan iboratki, Tolibon xo'sh, ularni birlashtirgan ekan, tabiiyki evaziga nimadir va'da qilgan. Biz ana shu va'da qilingan narsalarni bilmaymiz. Bizni xotirga solayotgan narsa shu. Ikkinchisi, Tolibon o'sha birlashtirgan guruhlarni nechalik kontroli ostida tutib tura oladi. Bu guruhlarning ichida Suriyada jang qilgan guruhlar ham bor. Haqiqiy terroristik guruhlar bor, avvalgi Al-Qoidadan chiqqan guruhlar bor. O'zbekiston Islom harakatini jangchilardan iborat guruhlar bor. Tushunamsizmi? Qani bularni qanchalik o'z kontroli ostida ushlab tura oladi va aytganini qildira oladi. Va nimani evaziga? Bu hali bizga noma'lum savollar. Bu savollarga javob bo'lmasdan biz xotirjamlikka bera olmaymiz. Bu eng asosiysi. Endi bizni yana tashvishga soladigan, o'zbek milliy davlatchiligi o'laroq tashvishga soladigan bir nuqta bor. Dunyoni istagan nuqtasida bo'ling, boshqa davlatda fuqaroligiga ega bo'ladimi, o'sha yerda tug'ilgan bo'ladimi, har bir o'zbek o'sha O'zbekiston deganda, O'zbekiston davlati deganda bir suyanchiq istaydi. Suyanchiq deb biladi-da. Shu vatanim deydi, O'zbekiston deydi. Va Afg'onistondagi aksariyat ko'p million sonli bizni o'zbeklarimiz hamisha ortida o'zbek davlatiga suyanib kelgan, ishonib kelgan. Va bizni bugun tashvishga solayotgan narsa o'sha Afg'oniston, Shimoliy Afg'onistondagi asosan o'zbek qatlamini haq-huquqlari poymol etilmasligi. O'zbek ayollari, qizlarining ba'zi bir hozir Tolibonda ushlab turganidek uyiga kirib 12 yashar ayollarni, qizlarni 12 yashardan kirgan qizlarni olib chiqib o'zini askarlarga erga berish holatlari uchrab turibdi. Chekka-chekkalarda. Ana shu holatlar o'zi umuman bo'lmasa, lekin bizni o'zbeklarimizga, o'zini o'zbek deb biladigan qizlarimizning nomusiga tegilinmasligi kerak. Bizni qizlarimizning haq-huquqi ta'minlanishi kerak va bizni bu yerdagi qizlarimiz, ayollarimizni tajovuz bo'lmasligi kerak. Ularni majburlash bo'lmashi kerak va ularni ilm olish, ishlash huquqlari ta'minlanishi kerak. Ya'ni davlat o'laroq bizni mana shu masalalar tashvishga solishi shart. Bizni bugun o'ylantiradigan narsa yo'q. Mamlakatning ichiga hech qachon Tolibon bunaqa riskni olmaydi. Faqat O'zbekistonga emas, mana
Prezident Mirziyoyevning eng katta yutuqlaridan bittasi Markaziy Osiyo davlatlari, mana shu biz 5 ta davlatni yagona bir ruh paydo bo'ldi. Tushunyapsizmi? Bir jipslik paydo bo'ldi. Prezident Mirziyoyev harakati bilan bo'ldi. Avval tarqoq edik, bir-birimizga dushman edik. Bugun mana shu birlashish, bir hudud o'laroq, bir qardosh o'lkalar o'laroq, qardosh bir millatlar o'laroq birlashishga erishildi bugun. Mana shu 5 yilda erishildi. Va bugun bitta narsa, Tolibon bitta narsani biladi. Bugun O'zbekiston emas, Turkmaniston bo'ladimi, Tojikiston bo'ladimi, qaysi davlatga hujum qilishidan qat'iy nazar bu butun o'sha Markaziy Osiyo davlatlariga hujum sifatida baholanadi. Biz Shanxay hamkorlik tashkilotining a'zosimiz. Va tabiiyki agar bizga hujum bo'lsa, birinchidan Shanxay hamkorlik tashkiloti jim qarab turmaydi bu narsaga. Bizning hamkorlarimiz bor. Bu davlatlar, Rossiya, Xitoy, biz hammamiz kelganmiz bu narsaga. Ya'ni undan tashqari biz kirmagan ODKB bor. ODKB doirasida bo'lmasa, ammo SHOS doirasida biz o'zimizning kuchimiz yetmasa, ularning yordamida bu baloni daf etishga qudratimiz yetadi. Tushunasizmi? Ammo Tolibonlar ham masalan biz faqat o'zimizni oladigan bo'lsak, harbiy salohiyat jihatidan oladigan bo'lsak, harbiy tayyorgarlik, zamonaviy qurol yarog'larni nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, Tolibon bu riskka kirmaydi. Ya'ni yutqizilishi aniq bo'lgan urushni hech kim boshlamaydi. Biz 30 yillik davlatmiz va 30 yil faqat armiyani rivojlantirishga juda katta ahamiyat bergan davlatmiz. Buni unutmaslik kerak. Amerika 20 yil davomida Afg'oniston armiyasini tarbiya qildi, shakllantirdi, pul berdi, Afg'oniston hukumatiga pul berdi. Lekin chiqib ketishi bilan mana necha oy o'tmasdan bir necha oyda hamma harakati 20 yillik harakati puch ekanligini ko'rsatib berdi. To'g'rimi? Puch ekanligini ko'rsatdi. Endi bu yerda bitta narsa bor. Bugun amerikaliklar Oqo'y ham boshqa ham aytayaptiki, qachongacha amerikaliklarning farzandlari qurbon bo'lishi kerak, nima uchun bizning hisobimizdan bu narsa janoblar, endi sizlarga qarshi bir savol. Sizlar Afg'onistonga nima deb kiravdinglar? Dunyoda tartib o'tkazamiz, dunyoda o'sha dunyo bo'yicha politseyskiy roliga da'vogarlik sizlar qilavdinglar. Boshqa hech kim qilgani yo'q. Sizlar dunyoda dunyoning buyuk og'aligi da'vosi sizlardan chiqqan edi va sizlar kirgan edinglar. Hech kim sizlarni majbur qilgan emas edi yerga kirishga. Bu yerda ambitsiyozli bunaqa da'volar qilishga, qolamiz deyishga. Al-Qoidani yer bilan yakson qilib chiqib ketishingiz mumkin edi, chiqib ketmadingiz, siz qoldingiz. Va o'sha mas'uliyatni bo'yningizga oldingizmi? Bugun bu mas'uliyatdan keta olmaysiz. Ya'ni AQSh bugun bu mas'uliyatni aytib qo'ygan, o'zi da'vo qilgan mas'uliyatdan voz kecha olmaydi. Bugun voz kechishga harakat qilyapti va voz kechib, bunda men aybdor emasman deyish noto'g'ri. Demak, o'sha 20 yil avvalgi da'vo noto'g'ri bo'lgan ekan. Agar bugun voz kechayotgan bo'lsa, yoki o'sha da'voni bo'yniga olgan bo'lsa, bugun AQShda Afg'onistondan chiqib ketishi xato. Bu narsalarni ochiq aytish kerak, ochiq tan olish kerak. Tolibon bilan bog'liq vaziyatda boya tushuntirganimizdek biz kuchli armiyaga egamiz va Tolibonda bunaqa bir xohishi yo'q, o'zi bayonot berdi. Ya'ni Tolibon rahbariyatidan biri aytdiki, biz na ichki na tashqi dushmanlar kerak bizga, biz hammani kechirdik ichkarida va biz siyosiy legal hokimiyatga aylanmoqchimiz dedi. Men to'g'risi gap Tolibonga uncha ishonmay turgan edim, lekin ya'ni bundan keyingi vaziyatda, ammo bugun mana Anas Haqqoniy keldi, Dohadan Kobulga keldi va Afg'onistonning eski prezidentlari bilan, vitse-prezidenti bilan uchrashuvlar olib bordi. Ya'ni bundan keyin mamlakat qanaqa bo'lishi kerak? Ya'ni Tolibon, bugungi Tolibon zamonaviy boshqaruv va inson huquqlarini ta'minlash borasida o'sha bamaslahat harakat qilishga tayyor ekanligini ko'rsatyapti. Ya'ni bularda haligi Tolibon boshqaruvidagi shaxslarning haligi maqolalarini, chiqishlarini ko'p kuzatganim uchun, boshqa qilganim uchun bularda ichida ayniqsa Anas Haqqoniyga qattiq ishonaman. Ya'ni bir fikrli inson, johil inson emas deb bilaman. Haqqoniyga kelib Hamid Karzay bilan uchrashishi, avvalgi bosh vazir Abdulla bilan uchrashishi, ular bilan muzokara emas, ular bilan maslahatlar amalga oshirilayotgani
Talibanning yangi qiyofaga ega bo'lish ehtimoli borligini ko'rsatadi. Haqqoniyning bugun o'sha Gulbuddin Hikmatyor Afg'on Islom partiyasi rahbari bilan uchrashishi, bularda hammasi yaxshi signal. Ya'ni yangi Taliban o'sha yangicha bir boshqaruv istayotganini bir signal. Afg'on masalasi umumiy qilib aytganda vaqt talab qiladi. Ya'ni nima bo'lishini, chunki kichik Mas'ud, Shoh Mas'udning o'g'li kichik Mas'ud hozir o'z armiya to'plab Talibanga qarshi urush boshlayapti. Albatta general do'stim O'zbek u ham koalitsiya tuzib ularga qarshi harakatga o'tdi, boshqa qildi. Buni faqat vaqt ko'rsatadi. Ya'ni Afg'onistondagi ichki holati qanday bo'ladi, Taliban o'zini qanday, ya'ni amin bo'lib ishonib qolish kerak emas. Hamisha ogoh turishimiz kerak, hamisha hushyor turishimiz kerak, ammo hech bir zaman ortiqcha hayajonga yoki ortiqcha qo'rquvga berilmasligimiz kerak. Taliban bilan bog'liq vaziyatda biz xulosa qiladigan, hali qissadan hissa chiqaradigan muhim bitta nuqtamiz bor. Ya'ni shu nuqtaga to'xtalmoqchiman. Bu ham bo'lsa nima? Bu shundan iborat. Fikr tarbiyasi, tafakkur tarbiyasi harbiy tayyorgarlikdan ko'ra muhim ekanligi mana ko'rindi. Bir davlatda 20 yil pulini ber, harbiy salohiyatini oshir. Yoki boshqa ishlarga foydasi yo'q ekan. Nimaga foydasi yo'q ekan? Qachonki xalqni tafakkuri bilan ishlanmagan uchun foydasi yo'q ekan. Agar 20 yil davomida o'zi boqayotgan mana shu harbiylarda vatanparvarlik, yurtga sadoqat, insoniy sadoqat, burchga sadoqatni tarbiya qilishga qaratilgan loyihalar qilganda edi, Afg'oniston hukumati bir oyda yiqilib tushmas edi. Bu nima degani? Mana shu yerda mafkuraviy ishda ahamiyati kelib chiqadi. Tushunasizmi? Bugun bundan xulosa qilishimiz shuki, biz harbiylarimizni, harbiy salohiyatimizni oshirishda, mamlakat xavfsizligini ta'minlashda eng bosh omili sifatida mafkuraviy xavfsizlik va mafkuraviy ish ekanligini anglab yetishimiz kerak. Tashlab o'z holiga tashlab qo'yilgan mafkuraviy tarbiya ishini, fikr, tafakkur tarbiyasi ishiga bugun jiddiyroq e'tibor berishimiz kerakligi bugun haqiqat ekanligi ko'rinib turibdi. Mana shu Afg'oniston voqeasidan keyin bu yarq etib bilindi. Harbiylarimizda o'sha vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirish, yoshlarimizda vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirish, bular hammasi nima bilan bo'ladi? Fikr tarbiyasi bilan bo'ladi va ta'lim tizimi bilan bo'ladi. Mana shu yerda o'sha avval aytgan fikrimiz bugun ta'limga va tarbiya tizimiga, 10 trillion emas, 30-40 trillion pul ajratishimiz kerak ekanligini isbot qilib beradi. Nima bo'lgan taqdirda ham biz urushga qarshimiz. Urush bu yomon narsa. Ko'pchilikni yostig'iga uradi. Urushda hech qachon g'alaba qozonganlar bo'lmaydi. Urushda hech qanday g'alaba bilan oqlab bo'lmaydi. Biz Afg'on xalqiga hamisha yaxshilik tilaymiz, tinchlik tilaymiz va bugun yana tanqid, mayli, so'zimizni tanqid bilan tugataylik. Bugun Musaffo Osmon degan gapni o'yin qilib nonko'rlik qilayotganlarga maslahatimiz o'ynashmang bu gap bilan. Quyosh chiqib turib bombalarning qora bulutlari yoki boshqa bir qora bulutlar egallab turgan osmonlarda yashashdan Xudoni o'zi asrasin. Biz mana shu Musaffo Osmon degan so'zni kalaka qilayotganlarga yana bir marta aytamiz. Urush ko'rmagansiz. Urushni dahshatini, uni vahshatini sezmagansiz. Allohim bizni, zaminimizni, umuman butun dunyoni urushlardan xalos etsin. Amin.